Kelaman. Yosh bola emasman-ku. Namicha terga yurasiz? Nechida kelasan? Qachon kelasan? Kelaman o'zim. Akbar, yur bir joyga borib kelamiz. Hozir. O'rtoq tinchlikmi? Adamni ko'rmaysanmi? Haligacha tergildi. Yosh bola emasman-ku. Qaq ketamiz o'zi. O'rtoq, qabrlarni ko'ryapsan. Meni ham otam yotibdilar. Odamlar hajga, umraga, mashina sovg'a qotganini ko'rib osim keladi. Sani otang borlar, boyliging bor. Duolarini ol. Gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'r. Otadan shikoyat qilib bo'ladi. Nima desa xo'p bo'ladi, otajon deyish kerak. Bolasini yaxshi inson bo'lishligi uchun butun bor yo'g'ini fido qilgan ota ona endi sergap bo'lib qoldimi?